Assalamu alaykum. Şinjan televiziya stansiyasining ichildasliqning programmasini ko'rish uchun ekran oldida taqozolik ilikida bizni kutayotgan aziz ko'rmanlar. Riyosatchi do'stlar Nijat Vali Yoqubdan hammalarga sevginishli salom, oliy ehtirom. Qadrli do'stlar, o'zimiz va o'zga millatlarning asl taomlari ichildasliqimda. Qulgul uslub bilan bo'lgan ko'ngilli qozonbish paranglari o'xshashli ichildasliqning programmasida. Agar do'stlar bizning ichildasliqning programmamizni izchil ko'rayotgan bo'lsa, cho'qim yodida bor. Ya'ni biz bir qancha ilgari Urum shahridagi Qulgul usta Aygul xonimni bizga shokolad tort tayyorlab berishga taklif qilgan edik. Darvaqa o kuni tayyorlagan tortimiz nihoyatda yeyishlik bo'lganligi uchun shu san programmamiz qo'yilib, atsizlar nurg'ulg'an ko'rman do'stlarimizning salom hamda minnatdorlik xatlarini topshirib olgan edik. Demismi ko'z oldimizga keltirib boqayli, teshida qor lapildab yig'iyotgan, uy ichida suyumlik gulchiroy xonim qizlar o'xshagan tortlarni pishiriqlarni tayyorlayotgan. Ana shu pishiriqlarning mizligida uy ichini bir qoplagan. Umoq bolalar shu yemekliklarni yeyishga oldirib cho'g'irlashayotgan manzira bu nimadan derak berdi? Bu dal baxt va osoyishdan derak berdi. Şunlaşqa bugün ekran oldidagi ko'rman do'stlarimiz bir tarafdan ichildasliqning programmasidagi ko'ngilli qizqarliq paranglarga quloq sag'ash, yana bir tarafdan qo'liga qalam qog'oz ilib, bugun tayyorlamoqchi bo'lgan pishiriqni xotirlab olsa, menimcha bu bir chamada ikki paxtakni soqqanlik bo'ladi. Bo'ldi. Undaqda endidagi minutlarda qizg'in olqishlarimiz bilan Urum shahridagi Aygul xonimni alayda taklif qilamiz. Aygul xonim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Didor G'animat, bugun sizni ko'rib nihoyatda xush bo'ldik. Nihoyatda chiroyli turibsiz, yaxshi turibsiz. O'z navbatida oldingi san programmalarimizda bizga tort tayyorlashni o'rgatgan shundaqmi? Bo'ldi, undaqda bugun do'stlarga nima pishiriq tayyorlab bersangiz bo'lar? Bugun suzmilik pirog. Suzmilik pirog. Suzmilik degan so'zningki shu suzma degan so'zi odatda biz yeydigan shu qurutninki nima olti shunaqmi? Yil olti. Qiytiqni biza suv shunaq. Uni xaltaga solib qo'ygandan ustiga yiqib bo'lsa, bu yumshoq holatga keldi. Buni suzma deymiz. Açıq-çiçək adamның iştahasını açadigan yeməklik, süzmün adətən nurg'ulg'an yeməkliklər bilan birləşdirib yeyishga bo'ldi. Onun süzmilik nima? Süzmilik pirog. Arasiga qiyma ilingan pishiriqlarni süzmilik pirog deymiz. Arasiga süzma yoki murabba yoki boshqa xil go'shtli qiymalarni ilib pishirsak, uni pirog. Agarda buning ichiga go'shtli qiymani olsak, bu balki bir tamoqqa aylanishi mumkin. Shuna qo'saq deydigan. Aygulda bugün dikkat qildik. Şu tayyorlangan mahsulotlarning hammasi yemekliklar sap mahsulotlar deb turdi. Bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz, bu tabiiy yemekliklar zada nima yemekliklardir? Ma'qul bo'ldi. Bu un, odatda uyimizda ishiltirgan unlardan. Un, seriq may, cho'chakning oltayning yerlik seriq may. Cho'qim cho'chak ya oltayning bo'lish kerak, ya. Yerlikka kapolatlik qilinish kerakmi? Cho'qim. O'zimizning yerlik mahsulotlari suzma, andikin shakar, sut talqini, eris, tuxum, andikin azroq soda. Tuzpara shuga shunaqmi? Bundan boshqa tamtan shugish, tetqo'lar. Buning ichida un shakar bor turdi. Shakar uni. Shakar uni yuzni bezashga ishiltimiz. Soda ko'ptirishga ishiltidi. Ko'ptirishga. Demak, ikki xil qurish bor. Suzmilik tort, ya'ni suzmilik pirog tayyorlashda tuvandagi materiallar tayyorlandi. Xemirga kerakli materiallardan 200 gram seriq may, 600 gram un, 150 gram shakar, 100 gram sut talqini, ichitqo'dan 10 gram. Suzmilik tortning qiymasini yasashga 500 gram suzma, 50 gram eris, 150 gram shakar, 2 tal tuxum seriqi ketadi. Bundan boshqa bugun biz yana suvmi uchun eson maylarni tayyorladik shunaqmi? Buni biz qaysi bosqichda ishlatamiz? Buni endi ostiga chaplashib qolmaslik uchun lisni maylashga ishlatamiz. Bundan chiziq ketmaydi-da. Chunki xamirning ichiga pishiriqlarga o'tganda tort ishlatdik. Ba'zi pishiriqlarga seriq may ishildi. Ba'zi pishiriqlarga suv may ishildi. Hozir shu topda shu jug'uriblam, pishiriblam yevog'im keladi. Bugünkisi shu intayin tabiiy mahsulotlardan birlashtirib barliq keltirgan bir xil intayin mizlik bir xil ballar. Bo'ldi. Undaqda darhol biz qozonbeshida kiyimlarimizni kiyib, bu pishiriqni tayyorlashga otlanaydi. Hamda biz birlikda qo'l silib bugungi bu suzmilik pirogni tayyorlashni boshlab ketaylik. Ma'qul. Undan boshqa hamda biz bugun tayyorlagan bu xurishlardan boshqa yana do'stlarga oid tunishliq bo'lgan bir qancha asbobni ko'rib qoldim. U bo'lsa-mi? Duxovkaning ichidagi temperaturasini o'lchagish shunaqmi? O'tganda degan tamoq etishdan oid qulaylik bo'lgan xonim qizlarga oid osonlik qilib keladigan tarozi. Demak, bu tarozi degan davomli o'lchaymiz shunaqmi? Shunaq. Bunun da asli nimasini chiqarib etish degan bir knopkasi bor. Asli ig'irlikni. Shu dastlab ig'irlikni chiqarib etadi. Chiqarib etdim. Endi 600 gram un sepasiz. Bo'ladi. 600 gram un,
Bir narsa salsam bo'pti ekan. Shunday qilib salsangiz, hammasi 600 gram chiqadi. O'lchab aka. Saldimmi? Ha, 600 gram un. 600 gram un. Vah, naq 600 gram chiqdi-ku. Bu avval ölçüp olib ekansiz, ha? O'lchab aka. 600 gram un. Ana uni boshqa hozir 600 gram un saldik. Yana 200 qancha gram? 250 gram seriq may. 250 gram, 4dan 1 kilogram. Demak, mana hammani salsak. Bu seriq may odatda biz yeydigan non surkab yesak bo'ladigan. Odatdagi seriq may. Puroqliqqa yeyimiz keldi. 250 gram bo'ldi, 252 gram bo'lib ketdi. 250 gram atrofida seriq may. 150 gram shakar. 150 gram shakar. Buni men eg'irligini chiqarib yetib. 150 gram shakar. Nimsasi? Xo'sh, 150 gram shakar bo'ldi. 100 gram sut talqini. 100 gram sut talqini. Buni biz degandek, nihoyat sap, yeyishlik bo'lgan. Yoki bu vaqtlar isimi bo'lgan sut talqini o'sib bo'ldi, ha? 150 gram sut talqini. Odatda sut talqini mayliq sut talqini deb ishlatsan. Hozir men qarsam shu sal olib tetib baqsam, sal mayliqda qilamdi. Tatliq sut talqini deb ishlatsanlar texnik yaxshi. Sal kamladi hozir. Men dal o'lchab kelgandim, siz yeyapsizda, misabiyam. Yo, men yemedim. Tetib shugantingizmi shari men ko'rgan. U gapni asli bu film o'tqancha demaymiz nimada. Shundaqmi? Bo'pti, mayli. Azroq kamlasimi bilaverdim. Ha, ishtimaydi baribir. Balkim piyolda yo'q qolgandi. Bekrek qirib Lekin haqiqatan da yeyishlikka. Yeyishlikniki. Amsa xamir yug'irish boshlandik. Bo'ldi. Shu xamirning materiallari tugidi. Xamir yug'irish usuli pek muhim. Cho'qim yemirib yug'iramiz. Bo'ldi. Baqsa, boshlandi. Bo'ldi. Bu bosqichda siz bir tarafdan xamir yug'irib, bir tarafdan naqsh etib berishingiz talab qilindi. Bilishimcha, demak sizni faqat bir pishiriq ustasi deb qolmasdan yana bir muallim deyishkim tamoman bo'ladi ekan. Ya'ni siz hozir o'xshamagan bir munbara orqali, o'xshamagan bir darsxona orqali, ya'ni o'xshashlar mush pishiriq o'rganuvchilarga, o'quvchilarga o'zingizning saboqlaringizni, o'zingizning bilganlaringizni, o'zingizning tajribangizni so'zlab berdi ekansiz. Shuningga bu bir shakli o'zgargan ustam, ustoz, muallim deyishga tamoman bo'ldi. Shunaqa faxrlanasiz o'zingizning ishingizdan. Faxrlanma. Xuddi ko'rman do'stlarimiz ko'rayotgandek, siz bu yemirib yug'irish usulini qo'llanasiz hozir. Qarmoqli do'stlarimiz qarab bilgan bo'lishi mumkin. Hozir xuddi sut talqini ozroq so'qishilib ketgandan keyin juplashib qoldigandek holat shakllandi. Mataqa xamir yug'irimiz asli talab turib Shunlash qabiyam dedim-ku, xamir yug'irish usuli noyatdi. O'zgacha alohida. O'zgacha alohida. Buni yana o'xshash chaplashib qolmaslik kerak ekanda. Chaplashib qolmaslik kerak. Shunaq. Men buni yug'irish demay aralashtirirish desak ham bo'ldi ekan. Aralashtirirish desak ham bo'ldi, lekin seriq mayga osh unni yegizish kerak. Hozir to'liq aralashib qoldi. Ha. To'liq aralashib bo'ldi, xamirimizni tutib qoldi. Men bir tekshirib boqay, tegilarda qoldimi? Tetib yiqish bosqichi o'zi men qilsam bo'ldi juma. Lekin bu xamda pishqandan keyin tetib yiqing. Bo'ldi. Sal turib ikkinchi bosqichda tetib yoqadigan ishlar. Hozir siz tayyorlayotgan bu pishiriqdan masalan qanchalik miqdordagi pishiriq, ya'ni pishiqlab ishlangan pishiriq tayyor bo'ldi? Bir cho'nglis pishiriq chiqdi. Bir cho'nglis deganingiz qanchalik, masalan, qancha kilo yoki qancha gram? 11 so'mlik lista. 11 diyomlik lista, bir lis chiqadi shunaqa. To'g'ri. 11 diyomlik lista, bir lis pishiriqninki materiali, o'lchami. Adat masalan bu shuni siz o'zingizning pishiriq to'kiningiz bor shunaqmi? Pishiriq to'kiningizni satsangiz qancha pulga sotasiz? Buning kilosi 65 yuan atrofida. Bugun biz qancha 1 kilo chiqamdi qildig'imiz? Chiqdi. 65 yuanlik iqtisodiy qiymatga yaratdik ekamizda. Qaragan chaqda hozir appalarimiz o'ylayapti-da, buni kim shuni pishirib qo'yam. Boshqa pullarni uyga tovoq qilib kiradigan ashyosi mashina ko'tarib kirsam bo'ldi ekan o'g'lim. Yaxshi. Bu noit pokiz, ham tabiiy materiallardan ishlangan, ziyonsiz. Albatta shunday bo'ldi. Arasiga soldigan süzme. Shuni qilsam bo'ladimi? Süzmening qiymasini tayyorlash kerak.
Qancha solamiz? 500 gram süzme. Süzmeden 500 gram salamiz shunaqo. Buni oldin o'lchab olganman. Bu süzmeni nelerden setib olg'ili bo'ldi? Odatda süzmelarni tepish osongu qaymoqlarni. Toptar asal qaymoq sotadigan Asal joylardan qaymoq shunaqmi? sotadigan joylarda bor. Xo'sh. Endi 50 gram eris. 50 gram eris. Erisni oldin o'lchab olganman. Yo'q, o'lchamagan. Paks qo'shiqda 50 gram eris. eris balkim ig'roq to'xtashi mumkin, ha? Eg'ir to'xtaydi. Odatda bir qo'shiq eris 20-30 gram keldi. 50 gram erisni tayyorlab olgan. 50 gram bo'ldi. Jiqroq silib tatlıqroq yey deb o'yladingizmi? 50 gram to'shdi. Yuqorida biznikilar ustalqini misol qamlab qoldi emasmi? Tatliqini shundan tanishsam bo'ladimi? Suyu qo'pqas bo'lmaydi, chunki erisniki roli süzmeni sal suyuldirish, ham tatliq ta'm kirgizish uchun. Eris qilgan. Endi 150 gram 150 gram shakar. Süzmening ta'mi ochiq-chuchuk bo'lg'achqa, ba'zilar ochiq-chuchuk ta'mni yaxshi ko'rmaydi. Uningga shakarni jiqroq solib bo'ldi. Agar ochiq-chuchuk yeyishni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, shakarni ozroq solib bo'ldi. Mana demak bu jami hozir 200 gram material tayyorlandi. Endi 2 tal tuxumning seriqini chiqtirang. Iqini solmaymiz, seriqinlam solamiz. Bu xiyliq darajasi yuqori harakatni nima qilmayman. Biz oldingi qatam to'rt pishirgan vaqtimizda nihoyat unumli, ya'ni nihoyat oson bo'lgan bir asbob bilan tuxum chaqqandik. Lekin shundan keyin yana ba'zi xonim qizlar qo'ldimi shunaqa oson ayrig'il bo'ldi dedi. Sizmi shuna qo'lda ayira olamsizlar? Yoki shu asbobni ishlatamdik? Qo'lda ayirish usulini bir ko'rsatib qo'yay. Bugun olaylik, ha. Tuxumning seriqinlam ishlatamiz. Chunki endi ba'zi masalan bizniki tuandagi yez qishloqdagi qarindoshlarimizga nisbatan ba'zi ilg'or uskunlarni asboblarni tepish sal tez bo'lishi mumkin. Tuxumning iqini odatda ishib qolgan tuxumning iqidan mering qilsa yoki bo'lmasa ximir yo'g'irganda tuxumning iqini sevatsak, tugib tomoqlarga ishlatsangiz ximir oson yerilib ketmaydi. Uni boshqa isrof bo'lmaydi shunaqmi? Isrof bo'lmaydi. Buni qo'shiqda ilashtiramiz. Qo'shiqda ilashtiramiz. To'liq ilashtirib. Agarda bu masalan hozir ilashtirish bosqichini biz oldingi to'rt pishirish bosqichimizda, ya'ni programmamizda ishlatgan yiliqi chaladigan asbob bilan tuxumchilish asbob bilan qilsak bo'lamdi. Bo'ladi va shuni qilsangiz degan men eng oddiy usullar bilan pishirish. Oilaviy, eng oddiy, shunaqa qolaylik usullar bilan tayyorlayapsizda. To'g'ri. To'rt yoki pishiriq tayyorlagan chog'da ikki xil material tayyorlaymiz. Birsi ximir, buniki. Yana birsi buniki mana tatliqlari. To'g'ri. Ximirini hamda yeyilmaydi, lekin tatliqlarini eg'iz tiyib chiqib bo'ldi, ha. Yana yig'iz ketdimi? Yig'lamda. Tuxumning seriq hamda lekin. Tam qanday tatliq bo'ptimi, chiqishmi? Buning tam bir narsa o'xshadi. Bek yeyishlik. Nimaga o'xshagandak? Bek mizlik. Yaxshi uygan qaytiqning qaymog'i va qaytiqning ustiga shakar silib aralashtirib yeganga o'xshaydi ekan. Chunki süzma shu qaytiqdan ayrilib chiqdi. Shunday, buni shakar ishlatib, erischa tatliq bo'lganlik uchun bek yeyishlik lekin. Shundoq bir tatliq, mizlik tam chiqdi. Bolalar bilan cho'nglarga bek yoqdi bu. Endi mazasini ilib, ichidagi saymonlarni eltib, bu cho'qim quruq turishi kerak. Buni chu ximir qilib shug'almadik. Bu holatda. Shundoq. Undek holatda emasmi? Biz nima qog'oz yetimiz aslida? Listni o'ngay ajratish uchun bu qog'ozni chiqqan lekin ajratib oldilar. Bo'ldi. Kuyib ketmanda qog'oz. Bu kuymaydigan qog'oz. Odatda agar bunday qog'oz topamizda odatdagi oq qog'oz bor, xat yozilgan. Shunday qog'ozni solsam kuyib ketmaydi. Endi yana bir asbob ketadi, cho'ylar odatda oilalar ishlatadigan bundoq simtor cho'ylar. Simtor cho'ylar. Endi buni ishlatishning maqsad men qiyos qilib boqay, faraz qilsam, cho'qim siz buni yemirish jarayonida ba'zilar qattiqroq, yo'g'aroq bo'lib kelishi mumkin. Shuni suzib elib, uni yana cho'qim qaytib yeyib,
To'g'ri. Voh, bak aqlli qilib ketib borman bu. Tuşlarni ko'rdingizmi? Ya, mushunda o'tgani hisob. Mushundan o'tkizsak, intayin tekis chiroyli chiqadi. Ha, undan şöyle men tutib beray. Bo'ldi. Endi men xemirni elib, silib, Bak qılamdı. tekshiramiz. Ha. Qo'l bilan bunday qilamiz. Ha, bunu qayta elib, qayta silishni mavjud. Ben mushunla yimirib ichidan o'tkazib ekanmiz-da. To'g'ri, chiroyli chiqadi. Haqiqatan nayt ushshaq naytdi. Chiroyli chiqyapti-da. Xuddi qor yoqqandeklarmi? Qar yoqqandek. Shunlashqa programmamizning boshlanishida degandek, bu yemeklik hozirgi qar yog'adigan qish faslida, ha? Uyda oldirmay o'tirib tayyorlashgan. Bek mos keldik ya. To'g'ri. Kayfiyat seçilib qolgan chaqda hech kim bilan ko'rishgisi kelmagan chaqda yoki o'zi uyda yolg'iz qolgan vaqtida shular ishlar bilan emgaklar bilan mashg'ul bo'lsa ko'nglim xeyli ko'tarilib qoldi, yolg'izlik his qilmaydi, ha? To'g'ri. Meni anglashimcha bir psixologiya doktori. Ha. Psixologiya doktoriniki bir bemorga kespagan topshiriq qo'ygan. Ha, shunday. U bemorga qanday topshiriq beribdi desangiz, uyingizga berib pishiriq debdi. O. Pishirish jarayonida odamniki savrchanligini sinaydigan, diqqatini markazlashtiradigan, oilaviy emgak. Shunday, ha. Mushu jarayonda shu bemor uyga berib pishiriq qilib, bir oy mashq qilgandan yoqi u keslik saqayib ketibdi. O'zida shunday alomatlarning azayganligini his qilibdi. Ondan berib ash doktorga nurg'un rahmatlarni aytgan. Bu belki rasulgan ish bo'lishi mumkin, ha? Balkan. Mening bilishimcha hozir masalan Alzheimer deymiz, ya'ni shu cho'nglarniki meni yegilash kasalligiga giribtor bo'lgan cho'nglarimiz bo'ldi, turlik. Onun boshqa masalan siqildigan, asan parakana bo'lgan, jil bo'lgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Mushlarmi shunday oilaviy emgaklar orqali o'zini kayfiyatini tashiylaydi. Hozir balkamda atrofimizda nurg'ulg'an xonim qizlar xizmat besimini sabab qilib, turmush oila besimini sabab qilib, shunday inchkilik talab qilgan emgaklarni o'zini qochirayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyot biz ko'rib cho'ng'an bizning onalarimiz uylarda nurg'ulg'an yangi ishlarni qiladi, shunaqa kashti ishlarni qiladi. Hatto nurg'un kiyim-kechaklarni o'zlari tikibmi kiyadi. Hamda shu onlarimiz ana shuningdek qushaq ishlardan tortib cho'ng ishlarga o'z qo'l silib, tujib bilib, astoydillik bilan qilganligi uchun, shundaqla zehnni shu ishga qaratganligi uchun menimcha tanlarimga oid salomat sog'lom bo'lib, hozir uzun umrlarni ko'ryapti. Menimcha oilaviy emgak garchi odam nazaraq charchasimi, lekin uning cho'qim salomatlikka foydali taraflari ham g'oyat ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri. Hamda o'zimizning hozir faoliyatimizga qaytib kelsak, Aygul xonim hozir nihoyat chiroyli qilib buni hozir lesqini tashiyib deymiz. Buni ikki tarafini egiz qilib o'tirsin baqa qilamiz. Hozir qiymini shu o'tirsaga olamiz. Qiyamni shunaqmi? Qiyamni hozir o'tirsaga olamiz. Demak, hozirgi shu jug'lan xemirimiz yetarli bo'ldi, shunaqmi? To'g'ri. Cho'risini egiz o'tirni past qilishlik maqsad. Hozir ash qiyamni qilib bo'lgandan keyin to'piga yana bir qavat. Hozir men sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim dal shu endi bu ishib qolamdi desam, qarag'ancha ishib qolmaydi o'xshaydi. Chunki pishirtiduq emasmi, pirog degan o'tirqqa qiyam yoki qiyma ilingan pishiriq deb. Shundan endi o'tirg'a men yeyaylik. Qo'shiq bilan ilib. Buni asnaq qildik, odat qo'yamdiq yoki yetamdiq deyiladi. Yetimiz qo'shiq bilan. Qo'shimda qo'yib bersam bo'ladimi? Pek ig'irishib kelsa yutkizilib bo'lmaydi-chu. Şunlaşqa uyga berganmi, tekshi qilaylar. Bo'ldi. Puratudu purg'i. Ayt puraqda. Hörmətli görmən dostlar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasining o'zimiz va o'zga millatlarning asl taomlarini etib pishishni o'rgatishni asos qilgan ichildasligining programmasi. Shu topda mening yonimda xushchiroy Aygul xonim bizga noitdi yeyishlik bo'lgan suzmulik pirogni tayyorlashni o'rgatadi, shunaqmi? To'g'ri. Aygul xonim yuqorida shu o'zi jug'urgan, ya'ni hamda yimirgan, yeyizgan xemirni asta-asta buni ostiga biz tayyorlab olgan qiyamni qo'ydi. Demismamda haqiqatan nurg'unlagan saloningizga o'quvchilarga so'zlab ularga dars o'rgatib, ularga qanday pishiriqlarni tayyorlashni o'rgatib bulanmay, yerib charchab oxiri olsam tehi ularni yig'ib bir yerda kurslarni tarbiyalash markazini ichibsiz.
Haqiqatan Japanning tegi oltin degan gap bor. Sizning bu japonlik ajringiz cho'qim yaxshi mevalarni berdi. Rahmat. Undaqda Oygul xonim bir tarafdan hamda yana navbatdagi xizmatimizni tamomlagach bir tarafdan shu jarayondagi ya'ni sizning shu kurs ichish jarayoningizga ishlardan bir bahrlansak. Bo'ldi. Ammo men qaqash so'zlab beray sizlarga. Bizning tarbiyalash kursimiz qanday borliq keldi deganda, men uyda qizlarga Ündüdar orqali tarbiyalash ilib berish jarayonida qizlar to'la so'rdi. Naq maydondan ko'rsak bo'lamdi deb. Chunki unda jiq qadamni uyga taklif qilib akilib, ko'rsatish mumkin bo'ldi. U vaqtda choy qaylinib ketdi, undan keyin "Ma'atda mening uyimda choyni soat sinan deb 200 qo'ydan o'ynab ketsanglar o choyni." Demak, haqiqatan obyektiv sharoitlar yor bermasligi mumkin. Shunaqa uyini sharoiti. Shundoq, shuning bilan bir necha do'st birlashib bir tarbiyalash markazi qurdik. O'sha yerda qizlarga to'van darajalik, o'rta darajalik, yuqori darajalik deb sinflarni yuqori darajalikda o'tkazib qo'yishni o'ylaymizlar. Yo'q, yuqori darajalik deganimiz menga o'xshash pishirxona ichish uchun 3 oy Kurash qilyaptilar. 3 oy tirishib ugundi, andan keyin do'kon ocha oladi. Bizim programımız arqılıq tənətləyindən canıb şimaldık. Nurğun. Şu tamaq etiş qiziqdigan, turmuşunu suydigan xanım qızlar sizniki dərslikinizdən nəp alalaydı şunaqla. Sizga rahmetini bildirdi. Bu meni ayt yaxshi bir dars so'zlaydigan munbar. Shunlashqa bu munbarga davomli kelib turing. Bo'lamdi. Bo'ldi, albatta kelman. Yuqorida Oygul xonim deb o'tdi. Mana shuningdek Oygul xonim qurgan salondan taraqqiy qilib o'zgargan kursda xonim qizlarning sonining kundan-kun ko'payishi bizga mundaq bir uchurda ma'lumot berdi. Ya'ni bizning atrofimizda hozir turmushni suyadigan, hayotni suyadigan, oilasiga, o'ziniki farzandlariga, ota-onasiga, yo'ldoshiga vafodor xonim qizlar kundan-kunga ko'payib yetibdi. Bu haqiqatan bizni intayin xursand qiladi. Shunaqla bolalarimizni texim va xotirjam qiladi. Biz mana shuningdek atrofimizda namudlik, ulgili xonim qizlarning bo'lganligidan intayin suyunimiz. Hamda har bir ona bo'g'uchiniki, ayol bo'g'uchining haqiqiy baxtni oilasidan tepishini tavsiya qilamiz. Hurmatli ko'rman do'stlar, shu topda mana Oygul xonimninki astoydillik bilan qo'l silib ishlashi meni to'xtamasdan turli savollarni so'rab, yana o'zim javob berib, o'zim to'liqlab fikr almashtirishimiz natijasida bizniki hozir tayyorlamoqchi bo'lgan suzumlik pirogninki material tayyor bo'ldi. Endi hozir yesak bo'landa. Duxovkaga silib 1 soat turg'izamiz. 1 soat. Bu vaqtda temperaturini qanchalik 160 gradus. 160 gradusga. Mana balkim do'stlar ko'rib boqaylik deb bo'yinlarini ekranga so'zib turib qarayotgan bo'lishi mumkin. Buningki holati shunday shaklda bo'ldi-ku. Ko'rib oldik, pek chiroyli. Ham bu oson chechilib ketmaydi ekan. Buni ma'lum yepish qilib qolma. Tupini ozroq bosdim. Buni cho'qim besishimiz kerakmi? Yo'q, pek kuchab besayotmaydi, lekin ob'yom buni muqimlashtiramiz shuni. Muqimlashtiramiz. Xo'sh, undaqda buni birlikda duxovkaga solaylik. Undaqda ekrandagi do'stlarga nisbatan 1 soat o'zini tutib 30 sekund tahlil tuyuldi. E'londan keyingi mazmunlarimiz o'xshashli sarxil. Agarda bugungi pishiriqimizning qanday holatda pishib chiqishi qiziqsanglar, ketmay turinglar. Hozirlik qaytib kelamiz. Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, mana hozir biz 160 Selsiya gradus qiziqlikda 1 soat pishirish orqali bizning suzumlik pirogni pishirib oldik. Endi hozir shu topda hozir buni duxovkani ochmay turib purq chiqishga boshladi. Atrofni bir qaplaydigan bo'ldi. Astag'firullah. Bo'ldi, siz ichingni oling. Mana Oygul xonim bilan birlikda qo'lma-qo'l ishlash orqali sizniki ajringiz bilan, emagingiz bilan shu topda puroqlari uy ichida bir og'an, shunaqla turqi odamning ishtoyini ochadigan, shunaqa ayt yeyishlik bo'lgan suzumlik pirogni tayyorlab oldik. Balki ekrandagi tamoqqa qo'saq qamara qarindoshlar bu pishiriqimizni tetbiq qilishga menni makrak oldirayotgan bo'lsa kerak, lekin siz boshda buni yana bir shakar chachadigan bir ish bor degandingiz. Tepiga shakar uni chachimiz. Ayliqqa qardek, qarmalikdek. To'g'ri. Shunaqa. Buni hozir kichikalik amaliyotda biz sham suzishga ishlatadigan hisob shunaqa. Uylardagi saymonlardan apchil foydalansak bo'ldi. Bunday shaklda chachimiz. Asta qo'limizni urib qo'ysak, xuddi qor yoqqandek tushadi. Haqiqatan hozirgi faslga, hozirgi muhitga, nihoyat mos keladigan bir xil yemeklikka, hamda pishiriqga bolalar cho'qim buni texmi huzurliq his qilib, nihoyat alayda his qilib turib eg'iz deydi.
Endi odatda tug'ilgan kunlarda tort yeyishga odatlangan har xil qaymoqli tortlarni ko'proq yedim. Biroq menimcha bo'lgan chog'da mushundoq bir do'stimizning tug'ilgan kuni bo'lgan chog'da o'zimiz qo'l silib, mushundoq tatli yemekliklarni, tortlarni tayyorlab ularga hadiya qilsak, buning ahamiyati texnik zo'r bo'ldi deyman. Buning ustiga hozir biz xuddi qordek shakarni oppoq qilib buning ustiga chashtoq buning oltimi shaklida ko'rkam holatga keldi. Tug'ilgan kunlarda mushunlar hadiya qilib do'stlar bir parchadan eg'iz tegsa bu tug'ilgan kun texnik ahamiyatli bo'ldi. Siz ham shunday o'ylamsiz? Shundoq o'z qo'lingiz bilan qilib, do'stlaringizni so'q qilsangiz, uning ma'nosi boshqacha bo'ldi. Bu bizning samimiyatimizni, shuning o'zgan do'stlik mehr-muhabbatimizni, qarindoshlik mehr-muhabbatimizni ifodalaydi. Uning ustiga oid yeyishlikni oid quvvatlik ason singadigan bir xil yemeklikda. Süzümlük tort, ya'ni süzümlük pirogni tayyorlash usuli tovandikicha. Oldi bilan xamirga ketarlik seriq may, un, shakar, sut talqini, ichitqu qatorliq materiallarni qo'lda yemirib, ushoq donchi qilamiz. Ondan yemirib olgan donchini cho'yildan o'tkazib, lesqa to'kamiz. Ondan süzma, eris, shakar, tuxum seriqini rosa aralashtirib, qiyma qilamiz. Tayyorlangan qiymani lesqa yeyitib olgan xamirning ustiga to'kib, takshi yeyitimiz. Ondan yemirilgan xamirni cho'yildan o'tkazgandan keyin qiymaning ustiga chachimiz. Oxirida lesni duxovkaga silib 160 Selsiya gradusda 1 soat pishiramiz. Tort pishgandan keyin shakar unini tortning ustiga takshi chechib, sovutib iste'mol qilsak bo'ladi. Süzümlük tort, ya'ni süzümlük pirogning tabiati mo'tadil bo'lib, balalar va cho'nglarning iste'mol qilishiga nihoyat mos keladi. Bugünkidek mana shu didor g'animat fursatlarda sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib bizga hammadan yoqtirib beradigan shundaqlar etishni ayta oson. Bo'libmi bizniki atrofimizdagi xonim-qizlar, uning boshqa cho'nglarni ayta yoqtirib iste'mol qiladigan pishiriqni tayyorlab berganingizga ko'pdan-ko'p tashakkur. Men bak xush oldum. Shu topda yeyishkidek aldirayotiman. Undaqda bugun programmamizni mishada oyoqlashtirib, darhol yeyish bosqichiga tutishib ketaylik. Xo'sh, iqrorli qadrli do'stlar, balkim keyingi son ichildasliq programmasida Nijat yana kimlar bilan qanday yaxshi tamoqlarni tayyorlaydi deb taqozo bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Agarda bu savolning javobiga erishishni xohlasanglar, ichildasliqning oldida men bilan uchrashishni unutib qolmanglar. Men Nijat, keyingi son programmamizda ko'rishguncha xayr xo'sh, omon bo'linglar.